Nima? Puli kamroq bo'lganlar odam emasmi? Ularni ham shahar hududida barcha sharoitlarga ega muhitda yashagisi keladi axir. Albatta, bu haqiqat. Shuni hisobga olib, qolaversa ko'pchilikni talab va istaklariga ko'ra Vodiy House loyihamizga qo'shimcha foydali maydon proyektini tashkil qildik. Endilikda siz nisbatan arzon va qulay taklifga ega uy-joylarni ham bizdan topa olasiz. Mana ulardan biri. Umumiy maydoni 64 kvadrat metrdan iborat kvartira. Joy 3 xonali bo'lib, 4 qavatli binoning eng tepasida joylashgan. Bitta yaxshi remont qilib olsangiz bo'lgani. Muhimi, suyagi butun. Suv, svet, gaz va kanalizatsiyadan muammo aslo yo'q. Issiq suv tizimiga ulangan. Narxi esa yuqorida aytganimdek nisbatan hamyonbop hisoblanadi. Uy egalari 28 mingga baholashdi. Opisaniyadagi raqamlarga bog'lanib, o'zlari bilan kelishib, baraka qilsangiz bo'ladi. Manzil qayerda deysizmi? Farg'ona shahri, Qirguli mavzesi, Yangi asr ko'chasi, 84-uy, 44-kvartira ekan. Biz sizni qulay muhitda va shinam xonadonlarda yashashingizni xohlaymiz. Bunday xonadonlarni xarid qilishda aldanib qolmasligingiz, ortiqcha ovoragarchilik va xarajat qilishingizni esa xohlamaysiz. Bizni kuzatib borar ekansiz, to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga birinchi qo'l bo'lib xarid qila olasiz. Foydali maydon sahifamizga a'zo bo'lib, kuzatishda davom eting. Bu xabarni yaqinlaringizga ulashib qo'yish aslo esdan chiqmasin.